bolalar ko'zimiz quvonchi, Hamza aka. Ular hayotimiz mazmuni, kayfiyatni juda ham ko'tarib yuborishdi. Rahmat bolajonlar. Anglagan bo'lsangiz, bugungi mavzuyimiz bolajonlar haqida. Mana shu siz monitorda ko'rayotgan rasmni Hamza aka germaniyalik 2 yoshli wunderkind bola chizgan ekan. Va ismi Lorenz Schwarz ekan. U chizgan rasmlar katta qiziqish bilan xarid qilinyapti. Hatto uning debyut asari bo'lgan Barmoqlar kartinasi uchun 325 ming AQSh dollari taklif qilishibdi. Iqlim o'zgarishiga o'xshatdim men bu suratni. Bu narsa o'z-o'zidan bo'lmagan albatta. Yosh musavvirning ota-onasi farzandidagi iste'dodni payqab, unga kichik ustaxona yasab beradi va u chizgan rasmlarni ijtimoiy tarmoqlarga joylab borishadi. Natija esa uzoq kuttirmadi. Xayrli oqshom yaxshilar. Bugun biz bolalar hayotining eng muhim va zavqqa boy dastlabki 5 yili haqida gaplashamiz. Bu o'sish, rivojlanish va aql bovar qilmaydigan yutuqlar davri. Ayni davrda ota-onalar oldida qanday mas'uliyatli vazifalar bor, ularni nechog'lik uddasidan chiqyapmiz? Ushbu savollar bilan mutaxassislarimizga gapiring deb yuzlanamiz. Ota-onalar yo'l qo'yayotgan xatolar nimada ko'rinyapti o'zi bizda? Bolani fikri bilan ota-ona e'tiborsiz bo'lib qolyapti aksariyat holatlarda. Juda ham katta, juda ham ko'p xatolarimiz bor. Ota-ona hech qachon bolam yomon bo'lsin demaydi. O'shaning uchun baribir tarbiya oiladan boshlanadi. Hattoki biz urushamiz bolani, bola nima uchun gap eshitayotganini tushunmaydi. Bilmaydi. Chaqaloq hayotining ilk bosqichlari, ya'ni ilk qadam qo'yishi, birinchi tovushlarni talaffuz qilishi bu juda quvonchli holatlar. U hali kichkina, sal esini tanib olsin, keyin o'rgataverasizlar degan maslahatlar ham bo'ladi bu vaqtda. Aslida bola tarbiyasini qachon boshlash to'g'ri bo'ladi? Mashhur rivoyat ham bor bu haqida, ha? 6 oylik bolani olib kelishadi. Bola tarbiyasini qachondan boshlashimiz kerak degan savolni qo'yishadi. Shunda donishmand bolaga qarab, siz kech qolibsiz. Buni ilk dunyoga kelishidan yoki ona qornidan tarbiyalashingiz kerak edi degan masalani qo'yadi. Shu borada bizda ham, davlatimizda ham bolalarni tarbiyasiga ilk yoshdan e'tibor qaratiladi. Ya'ni bolalarni ilk yoshdan rivojlantirishga juda katta urg'u berilgan va bolalarning ilk yoshdan rivojlanishi qonun bilan kafolatlangan. Demak, biz bundan bir nechta son ilgari o'sha gapirganimiz homiladorlikni rejalashtirish aslida bola tarbiyasi uchun eng birinchi muhim qadam hisoblanadi. Bugun biz bolalarimizga kutilgan mehrni, rag'batni va eng muhimi sharoitni bermas ekanmiz. Ertaga ulardan qanday qilib muvaffaqiyatli insonlar yetishib chiqishini kutishimiz kerak. Nazarimizda bola tarbiyasidagi eng katta muammomiz ham shunda. Erta yoshda bola tarbiyasida eng muhim jihatlar nimalarda deb o'ylaysiz? Ya'ni o'sha mana ona qornidan boshlaylik. Qanday tarbiya qilinadi o'zi? Masalan, tomoshabinlarda shunday savol tug'ilishi mumkin. Qanday qilib men eshitmasa, ko'rmasa mehr beriladi. Mehr birinchi navbatda ona farzandli bo'lishiga tayyor bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha mehrni farzandiga bera olishiga ishonishi kerak o'zi. Ertaga bu jamiyatga, o'zini oilasiga komil insonni voyaga yetkazib berishga o'zi ruhan tayyor bo'lishi kerak. Nega? Bola eshitadi. Albatta, men hozir oldingi farzandlarimdan ko'ra hozir 3-homiladorligim juda ham yaxshi, tinch o'tyapti. Chunki hozir bola bilan vaqtim bo'lyapti gaplashishga, bo'lajak farzandim bilan. Avvallari o'qish, ish bilan mashg'ul bo'lib, bola bilan gaplashmasdan, yangi kelinlik davri bo'lgani uchun ham unaqa narsalarga vaqtimiz bo'lmagan. ota-onalar yo'l qo'yayotgan xatolar nimada ko'rinyapti o'zi bizda? Ko'proq telefonda. Masalan, men o'zim farzandlarimdan kelib chiqib gapiradigan bo'lsam, ko'proq vaqtlari telefon bilan o'tib ketadi. ota-onalar. Ha, yo'q, ota-ona emas, farzandni. Farzand ayni ota-ona bilan bog'liq paytida biz o'zimiz masalan ish bilan band bo'lamiz. Yoki o'zimiz ham qanaqadir juda interesniy statiya bilan band bo'lamiz telefonda, tan olish kerak. Band bo'lib qolyapti-da, bolaga vaqt ajratish qiyin bo'lyapti. O'shani natijasida bola ota-onani oldiga kelib nimadir bog'chada o'rgandim yoki mana bu narsani qanaqa qiladi desa, ota-onalar voy hozir to'xtab tur, ishimni qilib oling, mana buni qilib tur, o'zing qilib tur degan narsa ko'p kuzatilyapti. Bolani fikri bilan ota-ona e'tiborsiz bo'lib qolyapti aksariyat holatlarda. Keyin kelishadi-da, voy bolam hech narsani o'rganmayapti, qanaqa mashg'ulot o'tyapsizlar, nima qilyapsizlar degan masalalar, turli savollar kelib chiqyapti hozirgi kunda. O'shanda biz ota-onalarga aytamizki, siz farzandingizdan bog'chapiy urushmadimi deb so'ramang-da, nima mashg'ulot o'tdinglar deb so'ranglar. Shuni so'ranglar deyman.
aksariyat hollarda ota ona boladan nimani so'rashni bilmaydi. Qanday qilib savolni to'g'ri qo'yib, undagi taassurotlarini, hissiyotlarini bilib olish yo'llarini ham bilmaydi. Man shuni qo'shimcha qilmoqchimanki, masalan man maxsus maktabgacha ta'lim tashkilotida faoliyat olib boraman. Bolamizni ona qonida bo'lgandacha hozir telefonlardan ko'p foydalanganimiz uchun bolalarda autizm kasalligi kuzatilyapti-da. Vrach psixonevrologlarimiz aynan shu telefonga bog'lashyapti. Shu baribir облучение bo'lishi bolani ona qonida bo'lganda va har bir ona sog'lom bola dunyoga keltirgisi keladi, lekin biz o'sha paytda shu narsalarga e'tibor qaratmayapti onalar. Va tug'ilgandan keyin har xil nuqsonli, turli diagnozga ega bo'lgan bolalar dunyoga kelyapti. Onalarga maslahat berardimki, kerakli paytda foydalanuvchi uzoqroqqa qo'yish kerak. 5 yoshgacha bo'lgan davrda bolalar mustaqillikka intiluvchan, o'z-o'zini boshqaruvchan bo'ladi, ya'ni hamma narsaga qiziquvchan bo'ladi. Shu davrda har xil savollar, bu nima, u nima savollar berishi mumkin. Aynan bu davrda o'zini shaxsiyatiga, ya'ni butun umr davomida kerak bo'lgan ma'lumotlarni shu davrda oladi. Qator muammolarga duch kelishadi ota-onalar. Bu birinchisi masalan, ular ota-onalar juda ko'p ularga nazorat qilishi. Qaysi ko'rinishlarda shu namoyon bo'ladi? Juda ko'p cheklovlar qo'yamiz rostdan ham bolalarimizga. Qo'shilmay o'tir, yosh bolalar kattalarning ichida nima qiladi? Masalan, oddiygina yoki bu narsani bilishga hali ertalik qiladi senga. Xuddi shunday. Yoki oddiygina kiyim tanlash yoki rangini tanlashda ham yo'q, men ko'proq sendan narsa bilaman, men aytganim bo'ladi deganda uni o'z fikrini erkin bayon qilishga yoki tanlov imkoniyatini bermaymiz. Bundan tashqari bolalarga juda ham ko'p tanbeh berishimiz. Tanbeh berilishi kerak, lekin men aytmoqchi bo'lganim juda ko'p. Masalan, u boya opamiz aytganday, bog'chada buni qildim, uni qildim desa ham oddiygina rag'batlantirish bermaydi-da, tanbeh berishi mumkin. Bolalarni rag'batlantirishni ham bilishimiz kerak. Juda haligi o'zi ko'zga ko'rinmas, lekin mentalitetimizga singib ketgan juda ham katta, juda ham ko'p xatolarimiz bor. Bu haqda jiddiy o'ylashimiz kerak. Yana bir jihat, bolalar endi asosan ularni ko'p vaqtlarini biz nima bilan band qilamiz? O'yinchoqlar bilan. O'yinlar va o'yinchoqlar nafaqat zavq beradi, balki bolaning rivojlanishida ham katta o'rni bor. Qanday o'yinlar va o'yinchoqlar bolalarga asosiy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi? Zararli o'yinchoqlar ham berib qo'yamizda, ba'zida men bekorga bu savol bermadim. Zararli o'yinchoqlar beryapmiz bolalarimizga oxirgi paytlarda. Sintetik, o'sha allergiya keltirib chiqaruvchi, bilib bilmagan holda. Mana kaktuscha chiqibdi-da, hani u ovozini qaytarsa bola qo'rqib ketyapti, shuni videoga olishyapti. Bolacha gapirsa, uni ovozini taqlid qilsa qo'rqib yig'layapti-da, shuni video qilib qo'yishgan. Mani bolalarimda ham bor edi o'yinchoq, qiziqib o'ynashdi, lekin 3 yoshdan katta edi. Lekin agar uchinadi. Agar undan kichikroq bola bo'lsa, haqiqatan qo'rqadi. Keyin u ingichka tishli bir hayvoncha chiqdi. Hagivagi. Hagivagini ham uni ham yaxshi ko'rib o'ynashdi. Men qo'rqdim uni ko'rib, katta odam bo'lsa. Masalan, menga ham qo'rqinchli u. Lekin bolalarimga qiziq, chunki telefonda o'shani ko'rishadi, o'shan bilan bog'liq. Mana bu yerda aynan mana endi psixologiya qarang. Bolaning psixologiyasiga biz timsollarni, salbiy timsollarni ijobiyga aylantirib urinishlarni sezyapmiz bugun. O'sha oddiygina misol keltirishda kaktusni bizga kulgili bo'lishi mumkin, oddiygina reaksiya ko'rsatishi mumkin, lekin u ichkarida juda katta o'ziga travma ham olishi mumkin. Chunki aynan bu davrda u tashqaridan turli xil informatsiyalarni oladi. Tafakkur rivojlanish oqibatida o'sha qo'rquv nima, nimadan qo'rqish kerak, nimaga bormaslik kerak, u shuni oqibatida o'rgana boshlaydi. Lekin biz xuddi akamiz aytganday, noto'g'ri o'yinchoqlar berishimiz yoki noto'g'ri tarbiya orqali bunday ularning ongiga bunday narsalar kiritib borishimiz, ularni kelajakda albatta shaxs bo'lib rivojlanishda katta salbiy ta'sirlar ko'rsatishi. Qanday shaxs bo'lib rivojlanishida? Bugun juda xilma-xil o'yinchoqlar chiqib ketgan, ularni saralay bilish ham muhim, to'g'rimi? Montessori degan turlari bor, u qanchalik samarali hisoblanadi o'zi? Nima o'zi u Montessori? Montessori mana aytganlaridek asosan bolani mayda qo'l muskullarini rivojlantiruvchi o'yinlardan iborat. O'sha Maria Montessori o'zini asrida pedagog bo'lib, shuni necha asr oldin yaratilgan bo'lsa, haligacha shuni biz shundan foydalanib kelamiz. Chunki biz bilamizki, bolaga shuni juda foydasi katta. Ya'ni u o'yinlarni barmoqlar harakati bilan
o'ynaladi, to'g'rimi? Barmoqlar harakati qancha harakatchanlik ko'p bo'lsa, bu bosh miyaga signal keladi-da, baribir shu Qo'l bosh miya motorikasi. faoliyatini yaxshilashda shu qo'l muskullarini rivojlantirish bu katta ahamiyatga ega. Bolada mayda qo'l motorikasi qancha yaxshi rivojlansa, bola kelajakda mana shu maktabga chiqadigan paytda mana yozishni boshlaganda уже mayda qo'l motorikasi rivojlangan bolada yozish pochirk chiroyli bo'ladi bolalarni. Biza yozgi sog'lomlashtirish davrida bolalarda qum o'ynaydi bolalar. Ana o'shani bir xil yo'q o'ynamasin deb tanqid ham qilishdi, lekin bolalar qayroq tosh o'ynardik bolalarimiz. qumlar o'ynasa, mana shu zarra o'sha qumlarda rivojlantiradigan tochkalar bor, o'shalar rivojlanadi o'shanda. Sizni fikrlaringizni biz lavha bilan to'ldiramiz. Marhamat, monitorga e'tibor qaratamiz. Bolalarning rivojlanishida yordam beruvchi top 5 talik o'yinchoqlar haqida eshitganmisiz? Javobingiz yo'q bo'lsa, lavhani ko'rishda davom eting. Birinchi o'yinchoq osma shaqildoq va marjonlar. Ushbu o'yinchoqlar bolada ko'rish, eshitish va diqqatni jamlash qobiliyatlarini shakllantiradi va asta-sekinlik bilan bolalar ushbu o'yinchoqqa talpinganlarida ularda qo'l va ko'z harakatlari rivojlana boshlaydi. Kichkintoyning uzoq kutilgan tabassumini keltirishi mumkin bo'lgan birinchi o'yinchoq albatta bu osma o'yinchoqlar. Ular o'zining yorqinligi, shitirlashi va yoqimli teginish hissi bilan bolalarda ajoyib taassurotni uyg'otadi. Shu bilan birga u go'dakning uzoq vaqt davomida hamrohiga aylanadi. Navbatdagi o'yinchoq qo'limda turgan piramidalar hisoblanadi va bu bolalarga 6 oyligidan boshlab tavsiya etiladi. Ushbu o'yinchoqdagi rang, hajm va shakl haqidagi asosiy tushunchalar bolaning rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Piramida bilan o'ynash aqlni, mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi va obyektlarni hajmli idrok etishni yaxshilaydi. Ushbu o'yinchoq bola salomatligi uchun zararsiz bo'lgan bardoshli va shu qatorda toksik bo'lmagan plastmassadan tayyorlangan. Uchinchi tur esa bilganingizdek obrazli o'yinchoqlar, ya'ni qo'g'irchoqlar hisoblanadi. Ushbu qo'g'irchoqlar bolada shaxs tushunchasini rivojlantirishga yordam beradi va insonlar olamiga kirishga ham ko'maklashadi. Bolalar o'yinchoqni o'ynash davomida shaxsiy hikoyasini tuzadi va bu bolada xayol surish va tasavvur qilish qobiliyatini rivojlantirishda juda katta ahamiyatga ega. Obrazli o'yinchoqlar bolalarda ijobiy xarakter qirralarni, muloyimlik, g'amxo'rlik, yordam berishga ehtiyoj, shuningdek kattalar mehnatiga hurmat va tengdoshlari bilan o'ynay olish malakalarini oshiradi. Ushbu o'yinchoqning nomi sizga tanish bo'lmasa-da, shaklan tanish ushbu o'yinchoq Montessori o'yinchoqlari deya nomlanadi. Montessori ta'lim yondashuvi tamoyillari asosida bolalarga o'rgatish va rivojlantirishga yordam beradigan o'quv o'yinchoqlari. Bu usul 1900-yillarning boshida doktor Mariya Montessori tomonidan ishlab chiqilgan. Chalg'itishni minimallashtirish Montessori yondashuvining asosiy qismidir. Shuning uchun bu o'yinchoqlar tashqi ko'rinishi va nima qilishlari jihatidan juda oddiy. Hozir mahorat degan bir kitob o'qiyapman-da, Yulduzxon. Insonda o'zi tug'ilgandan boshlab miya bilan qo'l birga rivojlanar ekan. Ya'ni qo'l harakatlari miyaga impuls berib, signal berib, ular birgalikda rivojlanar ekan. Mana hunarmandlar qo'lni harakati miya bilan juda ham bog'liqligi uchun ham aynan bu samarali usul bo'layotgan bo'lishi mumkin bugun. Bolalar mavzusida so'z borar ekan, bevosita maktabgacha ta'lim muassasalari ota-onalarga yaqin ko'makchi. Bu borada davlat bog'chalari bilan birgalikda bugun xususiy maktabgacha ta'lim muassasalarining ham soni ortib bormoqda. Shu o'rinda bir narsaga aniqlik kiritib ketsak, xususiy bog'chalar hamda oilaviy va davlat xususiy sherikchilik asosidagi bog'chalar bor ekan. Ularning farqi nimada o'zi? Ularning asosiy farqi tadbirkorlarga preferensiya yaratilgan. Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari bu to'liq davlat moliyalashhtirilishiga qaraydigan bo'lsa, davlat xususiy sherikchilik asosida ma'lum bir qismi tadbirkorga va ma'lum bir qismi davlat bo'ynida bo'lgan maktabgacha ta'lim tashkilotlari. Lekin bunda ham davlat tadbirkorlarga subsidiyalar ajratadi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni qabul qilish evaziga tadbirkorga qanaqadir preferensiyalar va imtiyozlar yaratib berilgan. Shuning natijasida qulaylik bo'lgani uchun juda ko'plab davlat xususiy sherikchilik asosidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyati yo'lga qo'yilgan. To'g'ri aytasiz. Mana aytilayotgan imtiyozlar asosida hozir juda ko'p xususiy bog'chalar ko'payib ketdi. Bu bir hisobdan yaxshi, chunki Albatta. talab kuchli. Davlat bir paytning o'zida hamma talabga labbay deb javob qaytarib birdaniga bog'cha qurib tashlay olmaydi. Shuning uchun ham bu tizim yo'lga qo'yilgan. Lekin yana shunday bog'chalar borki, bittagina guruhdan iborat ekan. Ular
qay tartibda faoliyat olib borishadi. Siz mana shunday bog'chalardan birini yuritar ekansiz, qanday qulaylik yoki afzalliklari bor buni yoki qanday noqulayliklari ham bor? Noqulayliklari bo'lmasa kerak-ku, endi mani nazarimda. Qulaylik taraflari gigiyena tomonidan, ko'proq e'tibor berilishi tomonidan, shu nazorat ko'proq bo'ladi. Yakka tartibdagi tadbirkor sifatida u bog'cha tashkillashtiriladi. Bitta guruh emas, kichkina bog'cha bo'lganligi sababli bitta guruh, lekin ular ovqatlanishda, o'ynashda bitta guruh bo'lib o'ynashadi. Mashg'ulotlarda bo'linishadi, yoshiga ko'ra bo'linishadi. Oilaviy turdagi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qaraydigan bo'lsak, bu 25 tadan 50 tagacha maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni qamrab olishga qaratilgan va ularning faoliyati turar joylarda tashkil etiladi. Bolalar ta'minoti uchun haq tadbirkorga subsidiya sifatida to'lab beriladi. Joyizga qarab bola sonini belgilashadi. Bizda bu borada lavha bor. Marhamat, e'tiboringizni monitorga qaratamiz. Bolalar bog'chasi tarixi bilan qiziqib ko'rganmisiz? 1873-yilda germaniyalik pedagog Frebel tomonidan dunyoda ilk bor bolalar bog'chasiga asos solindi. Ushbu tizim qadimdan ta'lim tizimining poydevori sifatida ko'rilgan. 2000-yillar mobaynida O'zbekistonda 6742 ta bolalar bog'chasi faoliyat ko'rsatgan bo'lsa, yillar davomida ushbu ko'rsatkich oshib bormoqda. Shu o'rinda haqli savol tug'iladi. Xususiy bog'chalar aholi ehtiyojini qay darajada qondirmoqda? Hozirgi kunda xususiy bog'chalar kundan kunga ko'payib bormoqda. Bundan biz bilishimiz mumkinki, aholining ehtiyojlari ham ortib bormoqda xususiy bog'chalarga nisbatan. Xususan, o'zim ta'sis etgan maktabgacha ta'lim muassasamda ham biz ota-onalarni talablarini, ehtiyojlarini eshitgan holda va ulardan kelib chiqqan holatda biz ularga yanada qulay bo'lish uchun takliflar yaratamiz va shu takliflardan chiqqan holda biz ota-onalarning ehtiyojini qondirib ishlashga harakat qilamiz. Bog'cha yoshi bolalikning katta bir qismini tashkil etadi. Asosan shu davrdan boshlab bolaning mustaqil faoliyatlari rivojlanadi hamda shaxsiy individual xususiyatlari, ya'ni insoniy fazilatlari shakllanadi. Mashhur rus pedagogi Pyotr Letskovning fikricha, insonning bog'cha yoshidagi davri mobaynida kelgusida qanday xarakter xislatlari paydo bo'lishi belgilanadi va axloqiy sifatlarning asoslari yuzaga keladi. Bog'chada bolalarning birgalikda ta'lim-tarbiya olishi, o'ynashi va ovqatlanishi ularda jamoa tuyg'usini yuzaga keltira boshlaydi. Guruh bo'lib bir o'yinni o'ynash yoki boshqa vazifani bajarishda o'z xatti-harakatlarini kelishib olish, rollarni taqsimlash va bir-birlariga yordam berish kabi jamoa hayotiga oid fazilatlar namoyon bo'la boshlaydi. Insonning ruhan va jismonan yetuk bo'lishida sportning ahamiyati katta. Sport mashg'ulotlariga alohida e'tibor qaratayotgan nodavlat ta'lim tashkilotlari orqali endilikda siz farzandingizni bog'chadan so'ng sport mashg'ulotlariga olib borishingizga hojat yo'q. Xususan biz faoliyatini o'rgangan ushbu ta'lim maskanida ham gimnastika va karate bilan tarbiyalanuvchilar kunning ma'lum qismida shug'ullanishi, chiniqishi mumkin. O'zbekistonda 2024-yil 1-iyul holatiga jami 37548 ta maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyat ko'rsatmoqda. Raqamlar infografikada batafsil keltiriladi. Barkamol avlod tarbiyasida ota-ona va oilaviy muhit bilan bir qatorda maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish muhim rol o'ynaydi. O'zbekistonda 2024-yil 1-iyul holatiga ko'ra jami 37548 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyat ko'rsatmoqda. Ularning 6867 tasi davlat va 30681 tasi nodavlat. Yil boshidan 20 ta davlat xususiy sherikchiligi asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari tashkil etildi. Joriy yilning o'tgan 6 oyi davomida qo'shimcha 109466 nafar bolalar maktabgacha ta'lim bilan qo'shimcha qamrab olindi. Natijada respublika bo'yicha 2,794,004 nafar yoki 74,6% bolalar maktabgacha ta'limga qamrab olingan. Albatta bolalarimizning barkamol bo'lib voyaga yetishida biz birinchi o'rinda bolalar bog'chasiga borish kerakligini bilamiz, hamma ota-onalar biladi, lekin yana bir muhim jihat bor. Bu ham bo'lsa ularning jismoniy sog'ligi. U sport orqali erishiladigan narsa. Bolalarning bo'sh vaqtlarini mazmunli va foydali o'tkazishda bolalar sport sog'lomlashtirish markazlari ayni muddao bo'ldi. Hamza aka, bugun ularning soni ortib boryapti. Bu yaxshi albatta, lekin bolalarni qamrab olish uchun nima ishlar qilinyapti o'zi? Bejiz bu savol emas, chunki bolalarni bog'chaga qamrab olish ko'rsatkichini biz 100% ga yetkazamiz deb harakat qilib yotibmiz bugun davlat miqyosida. Sport ham undan kam emas ahamiyati. Sportga lekin masalan 10 tadan 5 yoshgacha bo'lgan yosh bolalarni har 10 ta oiladan 10 tasi ham bermasa kerak. Masalan, mana bizning bog'chamizda har xil to'garaklar bor, sport bilan bog'liq. Parallel olib boriladi. Ha. Ya'ni
mashg'ulotdan tashqari уже uxlab turishgandan keyin kunda ikkinchi Ha. yarmida tekvando Taekwondo. to'garagimiz bor, rasm chizish bor, Gimnastika bor. gimnastika bor, badiiy gimnastika. Bu hamma jalb qilinmaydi, ota-onalarning Yo'q, talabiga qarab. ixtiyoriy, ixtiyoriy. lekin qiziqish qanday masalan berishyaptimi o'sha lekin to'garakka ko'proq ha Masalan, bitta guruhda deylik, Talab qilishadi. 30 ta bola bor. 30 tadan boladan 5 tasi sport mashg'ulotlariga qatnaydi. 10-15tasi chiqadi. Kamda. 50% ham emas. Demak, ota-onada qolgan gap, sharoit bor. ota-onada qolgan mani bog'chamda misol uchun tekvando qo'ydim, gimnastika qo'ydim. Shu yoshi, bolalarning yoshi 2 yoshdan 4 yoshgacha edi. Ko'p ota-onalar e'tiroz bildirishdi. Tekvando, gimnastika tarzida olib boriladi-da, u tekvando bo'lib urush anaqa qilmaydi. Bola yoshiga mos Lekin xususiyatlardan kelib chiqib. o'shanga ham ota-onalar e'tiroz bildirib, yo'q, unaqa qilmanglar, biz baribir sportsmen bo'lmaymiz. Amma aytdim, sog'lig'iga yaxshi bo'ladi, rivojlanishiga, qon aylanishiga desam, yo'q deb e'tiroz bildirishgandan keyin olib tashladim. ma'lumotga ko'zim tushganda Yaponiyada qat'iy talab bor ekan. Unda mana 5 yoshgacha bo'lgan bolalar albatta suzishni o'rganish kerak ekan. Suzishni bilish kerak ekan. O'zi umuman suzish nafaqat bir jismoniy rivojlanish uchun, balki bolalarda uchraydigan ayrim kasalliklarni ham oldini oladi. To'g'ri O'sha rivojlanish uchun to'g'ri ham juda ham rivojlanishi muhim. Endi uchun bu Yagona sport turi qaysida hamma mushaklaringiz ishlaydigan bo'ladi. Bu yagona sport turi hisoblanadi. men Endi bilaman unga aynan alohida shu qo'shimcha olib borish aynan shu kerak-da. suzish orqali masalan o'sha duduqlanishdan forig' bo'lgan bolalar juda ko'p. Chunki hamma mushaklar Ha, mana ishlaydi. skolioz deydi, masalan umurtqani qiyshayishi. Mana shuni ham bartaraf etgan mana shu suzish asabiylik, sporti. jizg'anaklik. Umuman olganda bugun hozir ota-onalarga bog'liq deyapmiz. Ota-onalar aksariyat holatlarda xohlashmayapti deyapmiz. Ota-onalarning nafaqat bu, balki yana bir boshqa muammolari ham bor. E'tibor qaratmaydigan eng katta muammo bu kerakli vitaminli taomlarni yedirmasliklari yoki yedira olmasliklari. Ya'ni qovoq, karam, sabzi kabi sabzavotlardan bolalar bosh tortadilar. Yana shunday narsa bor, bola bog'chasida yaxshi nonushta qilishi uchun ertalab uyda ovqatlantirmasdan jo'natishadi. Bu ham noto'g'ri ekan. O'sayotgan organizm uchun to'g'ri ovqatlanishda o'zi nimalarga e'tibor berish kerak? Chunki bu ham to'g'ri ovqatlantirish ham ularning rivojlanishida juda muhim jihat hisoblanadi. Kun tartibiga rioya qilish kerak. Hozirgi aksariyat oilalarda, yosh oilalarda kun tartibiga rioya qilinmaydi. Bola kechasi soat 1:30-2 gacha обязательно telefon o'ynaydi. Ertalab kechga qolishligisi mumkin yoki maktabga turg'iza olmasligi mumkin. Shunda kun tartibga baribir amal qilish O'zi kerak. bog'chaga bola nonushta qilib kelish kerakmi yo unday emasmi? Nechida kelishiga bog'liq-da. Endi mutaxassis bu emas debdilar-yu, aslida lekin bog'chada bolalar yeydi-da ko'proq uydan ko'ra. Shu ota-ona Qiziqadi. yedira olmaydi shu narsalar. Misol uchun bizda qovoq yeydi bolalarimiz bog'chada. Uyda yemaydi. Yana Qanday bog'chada. uddalayapsizlar shuni? Ha? Qovoqni qanday yediryapsizlar? Aynan shuni bolaga? psixologik jihatdan ochib bermoqchiman. Chunki nima uchun bog'chada yeydi, uyda yemaydi? Chunki bog'chada tengdoshlari bilan qiziqib, tengdoshlari yeyotganini ko'radi, shunda qiziqib yeydi. Uyda ota-onasi masalan yemasligi uchun, misol uchun. Hozirgi kunda основной paradoks bu действительно ota-onalarning ota-ona hech qachon bolam yomon bo'lsin demaydi. Yoki e'tiborsizlik yoki bilmaslik, boshqa narsaga buni surib bo'lmaydi. Chunki hech qaysi ota-ona o'zini farzandiga qanaqadir yomonlikni ravo ko'rmaydi. Bu borada biz Shunday ota-onalarimizni Lekin tafakkurini biz haligi rivojlantirishimiz xarxasha kerak. qilsa, ko'chadan masalan oddiy bir gamburger olib beramiz. Bu 5 yoshli bola yoki hali voyaga yetmagan go'dak uchun bu eng katta ziyonda. Gazli ichimlik beramiz. Aslida bugun juda katta moliyaviy nima ham shart emas, resurs ham shart emas bolalarni parvarishlash. Oddiy dukkakliklar, ko'katlar, mevalar, sabzavotlar. Internetda juda ko'p life hacklar bor. Bolalar yemaydigan narsalarni qanday qilib kreativ yo'l bilan ularga taqdim etish. Keling shularni ko'ramiz. Bolaning ovqat yemaslik uchun xarxasha qilishi deyarli barcha onalarni bezovta qiladigan muammo hisoblanadi. Nafaqat kattalar, balki kichkintoylar ham chiroyli taomlarni xush ko'radi. Shuning uchun tasavvurni ishga solib, odatdagi taomlarni chiroyli qilib tayyorlash kerak. Bunda sizga maxsus bolalar likopchalari yordam beradi. Kosa yuzasida kulgili yuz rasmini chizish, sochlarni esa har qanday mahsulotlardan qilish ham yaxshi usul. Sabzavotlarni turli shakllarga, masalan, hayvonlar, gullar
yoki kulgichlar shaklida kesib chiqish orqali farzandingizni qiziqtirishingiz mumkin. Mevalarni rang-barang va jozibali qilib to'g'rash ularni yanada jalb qiladi. Bundan tashqari farzandingiz ovqatni tayyorlash jarayoniga yordam bersa, ovqatni tatib ko'rishga qiziqishi ortadi. Unga salat aralashtirish, meva va sabzavotlarni bezash kabi oddiy vazifalar topshirish mumkin. Rang-barang plastinka yoki idishda ovqat berish bolaning diqqatini tortadi. Barcha onalarga tanish yana bir yo'li bu o'yinlar orqali ovqatlantirish. Ovqatlanish vaqtida kichik o'yinlar o'ynash ham qiziqarli bo'ladi. Agar bola bir hafta davomida ma'lum bir sabzavot iste'mol qilsa, siz unga sevimli o'yinchoq sovg'a qilishingiz mumkin. Men buni yoqtirmayman deb aytadigan bolalar uchun ko'pincha men buni bilmayman deganidir deb yozgan doktor Le Billen. Farzandingiz ma'lum bir taomni mutlaqo rad etsa, uni olib qo'ying va bir necha kun yoki hafta ichida qayta berishga urinib ko'ring. Ko'pincha injiqliklari ko'payib, kattalarga quloq solishida muammolar bo'la boshlagach, ya'ni bola 5-7 yoshga to'lgan vaqtda uni shifokorlar, psixologlarga murojaat qilishadi. Demak, bolaning rivojlanish bosqichlarida bu yoshda ham krizislar uchrab turar ekanda. Nima sabab bo'ladi o'zi shu mittagina bolaning asabiylashishiga? Nega asabiylashadi o'sha? Bu davrda ular bitta joydan ikkinchi joyga o'tishi, ya'ni muhitning o'zgarishi natijasida bu 7 yosh krizisi deb ataladi. Ya'ni bog'chada ular har doim himoyada bo'lgan yoki doim ovqat yeyishgan, o'ynashgan, maktabga chiqishda yangi odamlar, tartib, kiyim, nimadir bajarishga uni nima deb majbur qilishyapti. Shuning uchun bu davrda krizis bo'ladi, ya'ni o'tish davri hisoblanadi. Erkinligi cheklanyapti, erkinligi cheklanyapti. Shuning uchun ko'pgina boshlang'ich sinf o'qituvchilariga maslahat beriladi, ularga ko'pgina dam olishlar berishi, mashqlar qildirilishi tavsiya etiladi. Chunki ularni bu muhitga moslashib olish, ya'ni adaptatsiya qilishgacha vaqt ketadi. Qo'shimcha qilmoqchi edim. Endi men sodda o'zimizning xalqimiz tilida gapirmoqchi edim. Ko'pchilik oilalarda qaynona, qaynatalarimiz bor hammamizni. Bola tarbiyasida kelinlar ishimni qilib oling, qarab turing deb buvilarga berishadi. Buvilar ko'proq bolani erkalaydi. Onamizda baribir bolamizdan nimaga deb yana urushni boshlaymiz. O'shanda men o'ylaymanki, onalar ko'proq shu o'zi farzandi bilan ko'proq muloqot qilsa, ko'proq gaplashsa, ko'proq fikrini kuzatsa, mana shu nima deydi, qiyinchilik yo'qolsa kerak deb o'ylayman. bilan kelishib olsin. Erkalatish, yo'q, o'zi ularni yoshda erkalatish ham kerak-da. Hamma narsa me'yorida bo'lishi kerak. Erkalatishning-chi har xil ma'nosi bor-da. Endi ular qandaydir bir kichkina yutuqlarga erishganda o'sha payt bir rag'batlantirsak, mana bu erkalash foydaliroq. O'z vaqtida erkalash. O'z vaqtini topib-da, hamma narsaning o'zining vaqti joyi bo'lgani yaxshi. Dunyoning eng mashhur va eng yosh dizayneri 5 yoshli Sidney Kaiser rangli qog'ozlardan liboslar yaratib, moda olamini zabt etdi. O'z yoshiga yarashgan ajoyib uslubiga ega qizaloq taniqli brendlarning nusxalaridan foydalangan holda durdonalar yaratadi. Bu kabi biz bilgan va bilmagan yosh iste'dodlar anchagina, ulardan ayrimlari bilan hozir tanishamiz. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Sizdan qo'rqib ketdim. Siz ismingiz nima? Qizim. Qayerdasiz? Orada. Qachon keldingiz? 3 kun bo'ladi. 3 kun bo'ladi. Ismingiz nima sizning? Bobina. Ha? Bobina. Necha yoshdasiz? 2 yoshdami? Oo. Nimalarga qiziqasiz? Nima? Nima? Yo'qolmadi. Hech narsaga qiziqmadingizmi? Yo'q. She'r bilasizmi? Yo'q. Bog'cha bormaysizmi? Ha? Men maktabga boraman. Maktabga borasiz. Ushbu rasmlar bugungi kunda har qanday high-tech uslubida jihozlangan uylar uchun o'zgacha ko'rinish beradi, ammo bu san'at asarlarini 5 yoshli Aelita Andre chizib tezda mashhur bo'lgan. U 2007-yilda Melburnda san'atkorlar oilasida tug'ilgan. Uning otasi Michael Andre fotograf va san'atshunos bo'lgan. Qizaloq 2 yoshda murakkab va rang-barang abstrakt rasmlar chizishni boshladi. 2011-yilda, ya'ni 4 yoshligida New York shahridagi Agora Gallery'da o'zining ilk shaxsiy san'at ko'rgazmasini o'tkazdi. Tasavvur qiling, 4 yoshli rassomning ko'rgazmasi. Ba'zilar
butun umr shu faoliyat bilan shug'ullanib, bir marta ham ko'rgazma o'tkazmagan bo'lishi mumkin. Ammo Aelita bu muvaffaqiyatga 4 yoshida erishgan. Bundaylar shubhasiz juda kam. U hattoki 5 yoshda dunyoning eng yosh professional rassomlaridan biri sifatida ham tan olingan. Shunday yoshlar orasida Yelena Smith ham alohida o'rin egallaydi va u eng yosh radio boshlovchi sifatida Guinnessning rekordlar kitobiga kirgan. Bu qizaloq 5 yoshda o'zi mustaqil tarzda radio eshittirishga ham ega bo'lgan. Bu narsa ham u uchun kutilmagan va qiziq bo'lgan, chunki u kunlarning birida radio tinglayotgan paytida radio eshittirishga o'zi qo'ng'iroq qiladi, ma'lum bir insonga uning turmushi haqidagi qiziqarli maslahatlarni beradi. Bu narsani radio boshlovchilari eshitib qolib, uni radioga chaqirishadi va keyinchalik o'zi ana shu radioda boshlovchi bo'lib faoliyat olib boradi. Bu juda ham qiziq. Ko'pincha yosh iste'dod egalari musiqada anchagina salohiyatga ega bo'lishi mumkin. Bu narsa esa bevosita oiladagi muhitga bog'liq bo'ladi. Shunday bolalardan biri Alberto Cartusia. U 2018-yil 18-fevralda tug'ilgan. Bu bolakay 5 yoshda allaqachon o'z auditoriyasida mashhur bo'lgan. U 2020-yilda pianino chalishni o'rganishni boshlagan va tez orada Mozartning sonatalarini ijro etib tomoshabinlarni hayratda qoldirgan. Bunday zukko bolajonlar o'zimizda ham juda ko'p. Internetni portlatayotgan jajji qahramonlarimiz, iste'dodlarimiz qancha. Muxbirimiz mana shunday kichkintoylar bilan suhbatlashdi. Halimaxon bog'chamizga kelayotganiga 2 oy bo'ldi. Bu qizimiz kelganida o'zi ingliz tilida gapirardi. O'zimiz ham hayron qoldik. Shunaqa kichkina qiz ingliz tilida gapirishiga. Bog'chamizda ham o'zi darslar ingliz tilida olib boriladi. Halimaxon o'zi juda ham iqtidorli qiz. Hamma narsani bittada ilib oladi. Tengdoshlariga qaraganda bu ko'p narsani biladi. Boshqalarga qaraganda juda ham zehnli qiz. Bugungi kunda Halimaxon sanashi, ranglanish, keyin qo'shiqlarni ingliz tilida biladi. Halimaxon bitta sana bering. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20. Молодец. Qo'lingdagi o'yinchoq qanaqa? Qanaqa rangda? Red. Red. Bu joyichi? Green. Green. Betichi? Blue. Blue. Betichi? White. White. Barakalla. Халима для своих лет очень умная, так как я учила и остальным детям, она быстро все улавливает. Вот я ей объяснила одну тему, сразу может все подробно рассказать, показать. Но если продолжать в таком духе, то она в принципе уже может в general спокойно разговаривать на английском, так как все базовые знания уже будет знать. Har bir bola mehr va e'tiborga munosib, oramizda o'z tengqurlaridan aqliy jihatdan, jismoniy jihatdan biroz ortda qolayotgan bolajonlarimiz ham bor. Ular ham bevosita davlatimiz tomonidan maxsus maktabgacha ta'lim muassasalariga, o'quv markazlariga jalb qilib kelinadi. Bunday bolalarning ta'lim jarayonlariga jalb qilishda ota-ona va bolaning yaqinlaridan katta mas'uliyat talab etiladi. Ba'zida o'z farzandini jamiyatdan uzib qo'yadigan oilalar ham topiladi. Shunday vaziyatlarda qanday yo'l tutishimiz kerak? Masalan, imkoniyati cheklangan bolalar bor. Ular ham bir xil mehrga muhtoj, lekin ularga 2 barobar ko'proq e'tibor va mehr kerak, to'g'rimi? O'sha mana 2 barobar mehr va zabota bu aslida uni imkoniyatini cheklab qo'yadi va bu unga noto'g'ri podxod hisoblanadi. Siz mana shunday muassasalardan birida faoliyat yuritasiz, to'g'rimi? U yerda ish qanday tashkil qilingan? U yerda masalan sog'lom bolalar bilan o'sha imkoniyati biroz cheklangan bolalar birga bo'lishadimi shunda yo'q alohida? Hozir bizda alohida ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotida turli tashxisga ega bo'lgan bolalar qabul qilinadi va biz sog'lomlashtirib ularni ommaviy bog'chalarga, davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlariga yo'naltiramiz. Aytmoqchimanki, hozirgi kunda imkoniyat cheklangan bolalar deyilmayapti. Chunki aytganlaridek biz unda inklyuziv ta'limni tashkil qila olmaymiz-da. Sog'lom bola shu narsani bajara oladi, lekin bu qila olmaydi degan narsa bo'lish kerak emas. Yo'q, biz shu bolaga birga qilishimiz kerak shu narsani.
o'rgatib ertaga jamiyatga tayyorlashimizni biza maktabgacha ta'lim tashkiloti birinchi pog'ona hisoblanamiz. Ota-onalar tomonidan lecheniyalar vaqtida qilinsa, vrachlar nazorati bo'lsa, defektolog bilan birga ishlab, psixologlar bilan nechta bolalarimiz bor. Даже bilasizmi, ruhiy rivojlanishgan bolamizni prezident maktabi ochilganda birinchilar qatorida o'sha maktabga qabul qilindi. Onalari menga Telegramda tashlayaptilar, mani farzandimni qarang, prezident orqasida turibdilar. Hozir уже 7-8-sinfda shu bola. Men ota-onalar bilan shunaqa kontakt ushlaymanki, menga ertaga shu bolani kelajagi qiziqtiradi. Chunki maktabda qanaqa bo'ladi, ota-onalar ko'z yoshi bilan keladi. Bolam sog'lomlashib ketarmikin deyshadi. Men bilmadim, o'zim ishimdan juda ham zavqlanib ish faoliyat olib boraman, chunki o'sha bolamni ko'ribchi xursand bo'laman-da, ertangi kunida shu bolani siz ekkan niholni mevasida u. Ha, shundan zavqlanamiz biz o'z. Aslida ota-onalarning ham eng katta xatosi shuki, bolalarni sog'lom bolani muhitiga qo'yib yubormasligi, haddan tashqari jamiyatdan ajratish. Juda ayasham kerak emas demoqchisizda. Menda ham shunaqa bola bor edi. Nevropatolog aytgan ekan, bu bolangiz gapirmaydi deb. 1,5 yosh bola kelganda sal qattiqroq turib, qaytaga qattiqroq turish kerak. Ularga ko'proq e'tibor bersiz, ular battar o'sha kasalligini qurol qilib oladi-da, qanaqadir. Mumkin ekan menga hamma narsa deb, o'shaning uchun sal qattiqroq turganimiz uchun ham u bolani ustida ishlaganimiz uchun u gapirdi. Hozir yoqimli ishtaha desa rahmat deydi, oyi, ada deb. Endi rus tilida o'rgatdik albatta, lekin shu natija bo'ldi bizada. Bugungi mavzuning asosiy nuqtasi bu bolalarning 5 yoshlik vaqti ekan. Aytish kerak, u endi go'dak emas, lekin hali maktab o'quvchisi ham emas. Mutaxassislar 5 yoshni asosiy xarakter xususiyatlari bilan shakllanadigan davr deyishadi. Bu qanchalik to'g'ri? Aynan bu davrda boya aytib o'tganimdek, bola tashqi muhitdan hamma narsani o'rganib, men tushunchasi unda rivojlandi va u o'zi mustaqil nimadirga intiladi, o'zini o'zi boshqarish. Aynan shu davrda u o'zini shaxsiyatini rivojlantirgani uchun, aynan shu davrda uni o'zini xarakter xususiyatlari ham ko'rina boshlaydi. Endi shu davr agar bir imoratga qiyoslaydigan bo'lsak, bu bolaga foydevor. Uni qanchalik mustahkam qo'ysak, aylanib mana shu narsa bizda nima telefonga taqalyapti. Men o'zimni jiyanim misolida aytib bermoqchiman, chunki bu haqiqatda men bir hafta oldin ko'rgan narsam. YouTube platformasida Papa и Настя и Papa degan videoroliklar bor ekanda. Xolajon kelib qo'yib bering dedi menga. Ha, xo'p dedim, qo'yib berdim. Billa ko'rdik shu narsani. Billa ko'rsak, haligi Настя juda ham erkatoy qiz ekan, faqat aytganini qildirar ekan, adasi uni aytganini qilar ekan. Shuni ko'rdik, keyin aytdim, yo'q bo'ldi, ber telefonni deb olib qo'ydim. Bir pasdan keyinda qarasam, o'shani harakatlarini takrorlayapti bola. Taqlid qilyapti. Taqlid qilyapti. Adasi keluvdi, unaqa ko'rgan narsalarini qaytarib taqlid qilyapti-da. Men aytaman, shu narsada bolalar nusxa ko'chiruvchi apparat. Judayam. Men o'zimni jiyanim, mana onam qaraydilar. O'sha kelinim uy yumushlari bilan band bo'ladi. 2 yoshli. Mana gapiryapsizlar. 2 yoshli jiyanim o'sha kuni o'rnidan turib, "Voy belim" deb unaqasi ketyapti. U oyimni ko'rib turadi mana shunaqa qilganlarini. O'shaning uchun baribir tarbiya oiladan boshlanadi. Qiz bola bilan tarbiya boshqacharoq bo'ladi, o'g'il bola bilan tarbiya boshqacharoq bo'ladi. Qizlarga biz ko'proq ish buyuramiz, anoni qil, mamini qil yoki sipirib qo'y, pollar tib qo'y. Haqiqatalab kelgandan keyin agar biz qaraymiz-da, chala bo'lsa, "Voy, noto'g'ri qilibsan" deb обязательно biz urishamiz u narsani. Lekin voy rahmat bolam, shunchalik qilib qo'yibsan, молодец deb azgina rag'batlantirib, keyin safar mamsini mamnaqa qilgin deb o'rgatishimiz kerak shu narsani. Hozirgi ko'pchilik ota-onalarda bu narsa. Biz shunaqa qilamizki, hattoki biz urushamiz bolani. Bola nima uchun gap eshitayotganini tushunmaydi. Bilmaydi. Bu tanbehga ham shu gapni aytmoqchi edimda, tanbeh emas, balki tushuntirish kerak. Что mana bu to'g'ri, mana bu noto'g'ri yoki men bu yoqda, men bu ishni qilish kerak edi, shunda mana bunaqa bo'ladi. Xuddi o'zimiz onamizning qornidan hamma narsani bilib tushganda. Tanbeh orqali biz qaysidir qobiliyatini, qaysidir ko'nikmasini biz o'sha zahotiyoq parchalayapmiz-da ularda. Endi rivojlanib kelayotgan. U keyin 30 yoshga kirgandan keyin o'sha tanbehni ma'nosini tushunadi. Nima uchun tanbeh olganini 30 yoshda tushunadi u bola. O'zini bolasini urishganda keyin tushunadi. Cheklov qilsangiz, bola o'sha narsani qilib ko'rgisi kelaveradi. O'sha injiq bolalarni aytyapsizlar-ku, injiq bolalarga ham shu ota-onalar ko'proq muloqot qilish kerak. O'zimni misolimda ayta olaman. Kichkina farzandim juda ham injiq, juda ham bir aytganini qildiradigan-da. Keyin bir kun o'ylab qoldim. O'zim ishdan charchab kelib, unga o'zimni o'sha anaqa emotsiyalarim kun bo'yi yig'ilgan, boshqa emotsiyalar unga sochar ekanman-da. Unda o'ylab qarasam, asli
aslida. Keyin bir kun o'yladim, shunchalik qaysar bo'lishini sababi nima ekan dedimda, keyin bir kun yaxshi kayfiyatda kirib kelib, shu farzandi bilan boshqacha muloqot qilsam, o'sha telefonni ham so'ramadi. Shu mani aytganlarimni qilib, keyin o'yladim, demak Hamma gap o'zimda ekan, onalarda ekan. O'sha telefonni ololmayotganligimiz ham, bitta darsini qildirolmayotganligimiz ham hammasi shu aytganingizdek o'zimizga bog'liq. Oilada onani kayfiyati qanaqa bo'lsa, turmush o'rtog'ini ham kayfiyati Baxtli ona, baxtli oila. Bolalarni kayfiyati ham o'shanga mos bo'ladi. Yana bir sir bor, mo'jiza bor. Yulduzxon meni haligacha ta'sirlantiradi, javob topa olmayman. Farzandni onasi urishsa, tanbeh bersa yoki unga bir tarsaki tushirsa, yana onasini quchoqlab yig'laydi-da, yana oyi deb yig'laydi. Onasidan o'zi jabr ko'rib turibdi, lekin yana ona deb yig'laydi. Bu qanaqa mo'jiza, bu qanaqa kuch? Yaxshi, bu mo'jiza bo'lishi mumkin, lekin kelinglar endi otani ham bu farzand tarbiyasidagi o'rnini muhokama qilaylik ozgina. Erkaklar, Otalarni oiladagi o'rni ota baribir ota. Qiz bolani tarbiyasida otaning o'rni juda muhim. Ayniqsa qiz bolaning tarbiyasida, chunki uni har bitta harakatida otaning rag'bati muhim. Buni keyinchalik qiz bolani keyingi hayotida ham bu ta'sir qiladi bu narsa. Oila qurganda u turmush o'rtog'i bilan, farzandlari bilan munosabati ham shunga qarab bo'lar. Chunki u esini tanib, dunyoni ko'rgandan beri birinchi ko'rgan erkagi otasi bo'ladi. Shuning uchun boshqa erkaklarning hammasi ham o'shanaqa otasiga o'xshagan bo'ladi deydi. Agar o'sha mezonga soladi hamma erkakning. Chunki o'zi shunday bo'lmaydi. Ya'ni farzand o'sha qiz shu otasi kabilarni o'zi tabiiy holda shunaqa simpatiya uyg'onadi. Otasiga o'xshagan erkaklarga unda simpatiya ko'proq bo'ladi. Hozirgi paytda ko'pchilik otalar o'sha farzandiga mehrini to'liq bera olmasligi oqibatida yoki hammasini ayolga tashlab qo'ygan. Hammasini ayolga tashlab qo'yib yoki bo'ldi, meni vazifam boqish ekan deb hamma narsani qilib berib turib, o'zi farzand bilan baribir muloqot yo'ligi sababli o'sha qizlarda bu narsa juda ham tez shakllanib borar ekanda. Haqiqatlab aytganlaridek, qiz bola mehri ko'chadan qidirishni boshlar ekan. Ota mehri baribir ota mehri, uni hech kim bosa olmaydi. Kecha bir ijtimoiyatda qizingiz yo'q-ku. Bu otani o'zini borligi yetarli. Otang kelyapti, tur yo'lni yig'ishtir degan gapni o'zi tarbiya. Ha, shu. Baribir farzand bilan otani o'rtasida subordinatsiya degan narsa bo'lishi kerak. Misol uchun, men oilamda bolalarim men orqali turmush o'rtog'i adasi bilan gaplashadi. To'g'ridan to'g'ri adasiga borib, misol uchun menga pul bering yoki anetga borsam maylimi degan narsa bizani uyda yo'q. Lekin mana ularni orasidagi muloqot siz orqali bo'lyapti-da. Bu qanchalik to'g'ri? Yo'q, to'g'ri. Endichi adasidan bola hayiqmasa, qo'rqmasa, bu ham gaplashish kerak. Paradoks gapni stereotiplarimizga milliy stereotiplarga bu это ломаем стереотипы deydi-ku. Baribir qo'rqmasin, qo'ying. Yo'q, qo'rqish qanaqa qo'rqish demoqchiman. Qo'rqsa hurmat qiladi deydi. Qo'rqsa hurmat qiladi deydi. Hurmat kuchliroq bo'lishi kerak. Kimgadir quloq solish kerak, qo'rqish emas. Uni qo'rquv orqali emas, uni o'zi namuna qilib yoki bergan tarbiyasi orqali o'sha hurmatga erishish kerak. To'g'ri tushuntirish orqali. Tarbiyaning bosh asosi 5 yoshda nihoyasiga yetadi. Demak, siz 5 yoshgacha farzandingiz uchun nimaiki qilgan bo'lsangiz, bu tarbiyaviy jarayonning 90% ni tashkil etadi. Inson hayotining birinchi 5 yilligi aql bovar qilmaydigan o'zgarishlar va o'sish davri. Eng oson yo'li farzandingiz bilan do'stlashing. U qaysi yoshda bo'lishidan qat'iy nazar. Shunda uni tushunishingiz, unga yordam bera olishingiz ham yengillashadi. Ishonamiz, bir kun kelib hammasi bugungidan ham yaxshi bo'ladi, faqat shu kunlarni tezroq ko'rgimiz keladi. Gapiringda bugunga yetarli. Kerakli ma'lumotlar uchun rahmat.